Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bugun sizlar bilan qabulimdan lavhalar ulashmoqchiman. Xush kelibsiz. Nima xizmat bilan, nima shikoyat bilan keluvdingiz? Buqoq kasalligi, ozg'inlik bilan kelgandim. Hozir. Xo'p, yana nimalar bezovta qilardi shu kelganingizda? Qabziyat bezovta qilardi. Necha kunda bir kelardi? Bir haftada bir, eng kami 2-3 kunda kelardi. Ko'pi bir haftadan ham oshib shunday. Bir haftada bir kelsa, o'zingizda qanaqadir noxushlik sezmasmidingiz? Og'irlik sezardim. Og'irlik sezardi. Boshqa hech narsa sezmasdingiz. Qachondan beri shunaqa bir haftada bir keladi? Hozir 3 oy bo'ldi. Undan keyin o'sha boshlaganimdan beri kelmayapti-da endi. Yo'q, asha sizni qabziyatingiz o'zi qachondan beri bezovta qiladi? Mana bir haftagacha qabziyat bo'lishingiz qachondan beri? Kimlardadir bir oyda bo'ladi, kimdir bir yil, kimdir esini taniganimdan beri shunaqaman deydi. Ba'zi bemorlarni keladi, doktor esimni tanigandan beri shunaqaman, shuni norma deb o'ylaganman deb o'ylaydi. Sizda qanaqa bo'lgan? Oxirgi 2 yillarda edi menimcha. Oldin unday emas edi. Shuni nima bilan bog'laysiz? Mana ichi qotishingizni. Ko'p suv ichmasdim. Bu dieta boshlaganimdan keyin ko'p suv ichdi dedingiz-da, ko'p suv ichishni boshladim. Ham ovqatlanishimni ham joyiga qo'ydim-da. Balki o'shanga deb o'yladim keyin. Suvdan deb o'yladim. Demak, suv shu darajada ahamiyatga ega ekanligini tushundingiz. Xo'p, azizlar, odatimga ko'ra mana tekshiruvlar ko'ringlar. Mana. Hazm tizimini ko'ringlar, mana sigir. Lambiya bilan ishlash oson emas. Mana bilirubinni ko'ringlar. Mana belok, bu yallig'lanish hisobiga chiqib turgan belok, gamma-sistinni ko'ringlar va asloni. Xo'p, kalprotektin ko'ryapsizlarmi? 498. Bu juda yomon degani ichak o'tkazuvchanlik ortib ketishi, hattoki biz bolezn Crohn haqida ham o'ylashimiz kerak bunaqa vaqtda. Va yana yomon taraflardan buni qalqonsimon bezni ko'ringlar. TTG mana normani ko'ringlar mana. 4-2 gacha norma deyilgan. Yo'q, unaqa emas. Normada TTG 2-2,5 gacha ideal bo'ladi. Undan ortiq o'sha gipotireoz. Xo'p, mana ko'ringlar, anti-T, bu anti-T, bu autoimmuniy tiroidit juda ham baland. Ertadan keyin bu ayanchli oqibatlarga olib keladi. Homiladorlikda, boshqada. Shuning uchun e'tiborli bo'lamiz. Va ferritin juda ham past mana. Xo'p, virus nagruska chiqmagan, lekin bu degani virus nagruska yo'q degani emas. Sababi qaranglar, limfatit baland turibdi. Endi eozinofil baland. Eozinofil bu nima degani? Allergiya yoki parazit. Chunki bularda lambiya bo'lgan. Gemoglobin yallig'lanish hisobiga baland turibdi. Gematokrit mana tushgan, temir tanqisligi, mana trombositlar ham past. Xullas, mana shunaqa holatda bo'lgan bemorimiz. Xo'p, keyin sizga necha oylik lecheniya yozib berdim? Boshida 2 oylik yozib berdingiz. 2 oyda Ramazon oyida keldim keyin. Yana 1 oylik lecheniya oldim. Yozib berdim. Xo'p, hozir o'zingizda qanaqa o'zgarishlar his qilyapsiz? Hozir shu ichim kelish boshlagandan keyin yengillikda eng birinchi o'rinda. Demak, ovqat yeyapsizmi? Yeyapman. Yaxshi. Demak, birinchi o'rinda yengillik, har kuni ichib kelish. Odamning kayfiyatiga ichib kelish qanaqa ta'sir qilar ekan? Shuni his qildingizmi? Kayfiyatga. Ertalab avval charchoq bilan, nima dedi? Qaniydir og'riq bilan bo'ladimi yo og'irlik bilan deymizmi? Shunday uyg'onardim-da. Endi hozir unday emas. Yengilsiz, Qo'rqardim shu hojatga borishga to'g'risi. Mana hojatga borishga qo'rqardingiz, nima uchun? Chiqish qiyin bo'ladi. 6 kunda og'riq bilan. Hozir qanaqa kelyapti ichingiz? Hozir yaxshi, bemalol qiynalmayman, unaqa qo'rqmayman-da hojatga borishga. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun ich qotar ekan? Mana muxlislarimizga nima deysiz? Mana 7 kunda bir ich keladigan odamda har kun ich kelishi nimaga bog'liq ekan? To'g'ri ovqatlanish, suvga. Barakalla. 2 litrdan ichdim ekan kuniga. Demak, birinchi o'rinda sog'lom turmush tarzi. Shuni demak tushundingiz, to'g'rimi? Azizlar, keyingi tahlillarni ko'ramiz. Mana. Aslo 231 ga tushgan. Birinchi safarimizda aslo mana 297 bo'lgan. Hozir 231 ga tushgan. Bilirubin 19
9 уже normani oxiri, lekin bu ham norma emas. Bu ham norma emas. Baribir yana ham tushish kerak. Ayniqsa прямой bilirubin mana. Avvalgiga nisbatan mana. Avvalgisi va hozirgisi. Va qalqonsimon bez panelni ko'raylik mana. TTga juda ham yaxshi, ko'ryapsizlar, TTga o'tgan safar mana 4.42 tushgan, chiqqan. Endi anti-taga mana 164 ga anti-tapo 438 ga tushgan. Avval bu 400 bo'lgan, hozir 164. Va anti-tapo 436 ga tushgan. Avval 586 bo'lgan. Mana ko'ryapsizlarmi? Sog'liqlaringizga e'tiborli bo'linglar. Dorilar hammasi qo'shimcha narsa. Birinchi o'rinda sog'lom turmush tarzi. Va albatta oxirigacha olib boringlar. Hech qachon odam o'zidan o'zi ichi qotmaydi, hech qachon. Bu narsalar sekin-sekin modda almashuvini buzishiga, surunkali charchoqqa, homiladorlikdan qiyin kechishiga, erta bola tashlashga va hokazolarga olib keladi. Shuning uchun sog'lom turmush tarzini shakllantirish kerak. Nimaga men har doim sog'lom turmush tarzini shakllantirish haqida aytaman? Chunki dorilar bular qo'shimcha narsalar. Mana bularga mana qaranglar, mana tashxislar qo'yganman, mana narsalar, dorilar buyurganman, lekin bular oddiy narsalar. To'g'rimi? Ichayotgan narsangiz oddiy narsalar, bir kimyoviy narsalar qo'shmaganman. Shunchaki sog'lom turmush tarzi bilan qo'shimcha qilganmiz xolos. Sizlarda ham shu va shunga o'xshagan muammolar bo'lsa, bemalol tashlab yurishingiz mumkin.